Xitay şەرقىي تۈركىستاننى تېخىمۇ قاتتىق كونترول ئاستىغا ئالماقتا. Xitay işğaliyetidagi شەرقىي تۈركىستاندا boshqurish shuncha qattiq bo'lsa-mu, Xitay buni yetarlik emas deb qaraydi. Xitay şەرقىي تۈركىستاندا 2022-yili 1-yanvardan boshlab yangi atalmış Şinjan Uyghur Avtonom rayonining ommaviy bexatarlik qurilishi belgilamasini yo'lga qo'yadigan bo'lib, bu nizomning o'tirg'i chiqishi kishilarga nurg'un savollarni tashlaydi. Bu belgilama 2021-yili 28-sentabr atalmış Şinjan Uyghur Avtonom rayoni 13-navbatlik xalq qurultiyi doimiy komitetining 28-qitimliq yig'inida ma'qullangan va oktyabr oyida e'lon qilingan. 10-oyning 13-kuni rasmiy izohati e'lon qilingan. Mushuninga o'xshash belgilama 1994-yil e'lon qilingan, 1997-yili va 2009-yili 2 qatim tuzilgan. Halbuki izohatda Xi Jinpingning yangi va تېخىمۇ قاتتىق belgilemelerinin lazımlığını şəxsən ko'rsatib berganligi aniq o'tirg'a qo'yilgan. Demak, bu belgilemeler Xi Jinping boshchiligidagi eng yuqori darajalik Xitoy rahbarlarining bevosita buyrug'i bilan tuzilgan. Bu belgilemeler Sherqiy Turkistondagi ommaviy bexatarlikning muhim nuqtalarining diqqat chekuvchi aniqlamasini o'z ichiga oladi. Sherqiy Turkistonda ko'p sodir bo'layotgan bola yutib ketish, bulangchilik va cheriklik qatorliq jinoyatlar bir yerda qilib, belgilamaning birinchi muhim nuqtasi qonun bo'yicha zo'ravonlik va terrorlikqa qarshi turish ko'rishini to'g'ri cho'nqurlashtirish, milliy bo'lginchi kuchlarga zarba berish va oldini olish, razil terrorlik kuchlari, diniy oshqin kuchlar va davlatning bexatarligiga ziyon yetkazadigan qonunsiz va jinoiy qilmishlar deb bekitilgan. İkinci muhim nokta şayka ve razil teşkilatlarga zarba berish bo'lib, bu hukm Xitoy yoqtirmaydigan har qanday guruhni o'z ichiga elishi mumkin. Uchinchi muhim nokta qonunga xilof holda diniy faoliyatlarni, qonunsiz diniy tashviqotlarni va qonunsiz diniy to'rlarning tarqalishini kontrol qilish va radikallashishga qarshi turishni davomli ilgari surish. 4-chi muhim nuqta bid'atchilikka qarshi tashviqot va ma'rifni qanot yoydirish. Har xil bid'at tashkilotlarining oldini olish va uningga zarba berish. Bid'atchilik bilan munosabatlik fuqarolarni tarbiyalash orqali qayta tarbiyalash va o'zgartishda yaxshi xizmat qilish. 3-chi muhim nuqta islom dinini bostirish va musulmonlarni qayta tarbiyalashni ko'rsatadi. 4-chi muhim nuqta İslamdan başqa diniy masalalarni bir taraf qilishni ko'rsatadi. Bu shuni isbotlaydi ki, Xitoyning boshqa joylarda yuz bergandek Xitoy virusi Falun Gong va Xitoy xristianlarini o'z ichiga olgan, Xitoy bid'at deb cheklayotgan yangi diniy harakatlarni barliq nazoratlarga qaramay Téximu zo'raytibatdi. Ular bu dunyoda nima uchun krizis va ofatlarning yuz beradiganligini diniy yo'llar bilan tushuntirib, kishilarga ruhiy tasalli bera oladigan bo'ldi. Xitoy hukmronlarining nazarida mushundaq kishilar nihoyatda xatarlik bo'lib, ular bostirilishi kerak. Bo'lgunchilik va qonunsiz dinga qarshi turishning Sherqiy Turkistondagi eng muhim ish ekanligi belgilangan belgilamada 2022-yildan boshlab Sherqiy Turkistonda ommaviy bexatarlikni qandoq yaxshilash kerakligi tushuntirilgan. Belgilamaning izohatida tushuntirilgandek, belgilamaning 30-moddasida Sherqiy Turkistonda internet orqali kontrol qilishni to'liq amalga oshirish talab qilingan. Sherqiy Turkistonning dunyodagi eng qattiq raqamlik nazorat ostida tutib turilayotganligi haqida ko'plagan maqolalar xilidan burun e'lon qilinib kelyotdi. Bu yil 7-oyda Sherqiy Turkistondagi bu xil chekidan oshgan nazorat sistemasini tushuntirgan Mükemmel Saqchi Davlati nomli kitobmi e'lon qilindi. Kitob avtori Jeffrey Kain yaqinda bu haqda Amerika parlamentida guvohlik bergan. Dunyodagi eng unumli ijtimoiy kuzatish sistemasi deb ta'riflangan bu katak sistemasi har bir bino, har bir uy, har bir turalg'u, har bir puhrani,
har kuni 24 soat kontrol qilishni maqsad qiladi. Shaharlar va yezi bozorlar bo'laklarga yoki guruhlarga ayriladi. Nazorat qilinadigan kataklarning har birining uzunligi 100 metr keladigan kvadratga o'xshaydi. Har bir katak sistemasining tor yordamchisi, tor boshqaruvchisi, tor saqchisi, tor nazoratchisi, tor sekretari bor bo'lib, katak sistemasining tuvan darajalik amaldori yuqori darajalik boshliqqa doklad qiladi. Bu sistemasining amaldori o'z boshqarish doirasida bid'at kishilarning ko'rilmasligi uchun hamma tadbirni qo'llanadi. Bu sistema shaharlar uchun yasalgan, ammo asta-asta kengaytirilyotidi. Bu belgilamada katak sistemasini sun'iy aql orqali texmi jonliq nazorat qila oladigan qilib, Sharqiy Turkistonda allaqachon voyaga yetkazilgan kamera orqali nazorat qilish texmi kuchaytirish talab qilingan. Bu sistema orqali xohlagan uydagi xohlagan odamning har bir ish harakatini kuzatib turg'ili bo'ladi. Bu belgilama davlatning ko'rsatmalariga asosan taratqularning Sharqiy Turkiston haqidagi xabarlarni kontrol qilishni kuchaytirishni, Xitoy bevosita kontrol qila olmaydigan uchurlarga zarba berishni, internetni teximu qattiq kontrol qilishni va ishda bo'shanlik qiladigan yoki kutgan natijani amalga oshira olmaydigan xodimlarni qattiq jazolashni talab qilgan. Qisqasi, belgilamada ko'rsatilishicha, Sharqiy Turkistonning vaziyati hozir shuncha yomon bo'lishiga qaramay, teximi yomonlashadiganday qiladi. Muqarrarki, Xitoyning mavjud hokimiyati yo'qolmasa, Sharqiy Turkiston vaziyatida hargizmi yaxshilanish bo'lmaydi.